Amir avtosavdoda Malibu ishqibozlari uchun 2013-yil 342 ming kilometr masofani bosib o'tgan Malibu 1 mashinasi ko'rishingiz mumkin. Mashina holati zo'r holat turibdi. Belli jimshuk svetda, balon holatlari ham yangi holat turibdi. Salon qismini o'qinglar ko'rib chiqay. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Tonirovka ruxsatnomasi to'liq bo'lgan 342 ming probeg. Salonlari ham o'qinglar akkuratni bo'lib turibdi. Yaxshi ho'l ko'rli solingan o'qinglar. Mashinaga temir gaz bo'lligicha ham ustanovka qilingan orqa tomonini ham ko'rishingiz mumkin. Kuzovda qirilgan chizgan joylar yo'q. Mashina o'qinglar xullas mazza qilib olib minasizlar. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, bir 30-35% yuzak kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan, o'zini uchun tekshirib prerik qildirib olasiz. Ichlari pechat o'qinglar. Xo'p, bu mashinamizni akamiz bilan to'g'rishib bo'ladigan narxi deyaptilar. $8200 tushib qoldi. $8200 ga 2013-yil 342 ming kilometr masofani bosib o'tgan birinchi pozitsiya Malibu 1 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz, beni telefon qilib barak qilishingiz mumkin.